Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yana men Anvar Boqiyev. Bugungi videomiz Qashqadaryo Sharsabz tumani Chorsham qo'rg'onchasidan, mana shu Temirchi qishlog'idan darvoza sexlar haqida video bo'ladi. Bugungi videomiz Odil akani darvoza sexiga yetib kelganmiz hozir. Odil akani darvoza sexini tayyorlanayotgan darvozalar, karavotlarning narx-navosini sizlarga tushuntirishga harakat qilib o'taman. Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, opa-singillar, uzoqda yurgan musofir yurtdoshlar. Mana bugun o'zimizni ishxonamiz bor, Chorshamga joylashgan, Temirchi qishlog'iga joylashgan darvoza sex. Bugun darvozalarning narx-navosi, kravatlar, mahsulotlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Mana bizlar ishxonamiz. Nasibsa? Bu karavotlar. Bu kravatlar. Mana bu kravatimiz 3 millionga chiqib keladi narx-navosi. 3 millionga tayyor bo'ladi. Nechiga nechi bu? 3 ga 2,5 razmerga 6 metrlik taxta 2 ga bo'linib 3 metrga joylashtiriladi. O'rtasida mana nimasi bor. Tragon. Dedi taxta qo'yganga osilmaydi. Osilmaydi. Chaspaylarga qo'yilgan, bemalol yechib olib kelaveradi. Yechib, buzib olib qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Bu taxta kravatdan qulayligi, buni buzib olib qo'yaverasiz qish kuniga. Bitta joyda egallab turmaydi. Mana bizlar mahsulotlar, mana shu mahsulotlarimizdan o'zimiz darvoza, kravat, narvonlar ishlab chiqaraveramiz. Telefon nomerlar. Mana telefon raqamim Har doim ishlab turadi. Har doim ishlab turadi. Ikkita nomer. 97 lik, yana o'zim ham aytaman. 97 lik 134 06 82 90 lik 678 72 20. Mana bu raqamimga Telegram ochilgan. Mana bu 97 lik raqamimga buniga WhatsApp ochilgan. Mana bu darvozamiz. Yangi chiqqan modellardan. Yangi chiqqan. Xo'p. Dubay fason deydi buni. Dubay fason darvozamiz. Qarang. Hamma yog'i mana 5 ga unga ishlangan tagi shivellar. Tagi shivellar 3 ta chaspakka bo'lgan. 3 ta chaspakka tayyor bo'lgan. Hamma yog'i mana 6 ga tut profillar ishlangan, mayda profil aralashtirilmagan. Hammasi 6 ga tutda ishlangan. Lazer bilan kesilgan, xullas mana bu yalti yulturlar qo'yilib, joylashtirilgan. 850 ming kvadrat chiqadi buni. Egasini zakasi bilan. 850 mingdan chiqadi. 1.2 lik liska bo'lgan. Agar mana bu yaltir yulturi bo'lmasa 6 ga tutga ishlanib, xuddi shu holatda 700 ming kvadrat chiqib keladi. 1.2 lik liska. Profillar hammasi 6 ga tutdan. Agar ichga tutga tut profillar ham aralashadigan bo'lsa 650 ming chiqib keladi. Mana bu kravatlarimiz. Bular ham 3 ga 2,5 razmerga yasalgan. Bularning narxi 2 million so'mdan narxi. Bular oddiyroq sal. Bular oddiyroq fason, arzonroq. lekin chiroyli ishlab chiqarilgan. Baquvvatligi o'sha. Baquvvatligi mana 6 ta tutga ishlangan. Mana bu 2 profil, tutga tut profilga. Mana sim, gul, bezak onlarga naqshlari bilan qo'yilgan. Buni eng arzoni necha pulga tayyorlab 2 million berasiz? so'mdan chiqadi-da eng arzon. Eng arzoni 2 million so'm. Ichlarga ugonlik qo'yilgan, bemalol taxta qo'yib taxtalarni o'zlari sotib oladi. Mana bu ham kravatlarimiz endi kraska tayyorlanyapti. Nasib bo'lsa, bular ham tayyor bo'lib qoladi. Bu yerda ham darvozalarimiz bor. Mana bu darvozamiz shkala svetga tepilgan. Shkala svetga. Bular 570 ming so'mdan chiqib keladi kvadrat metri. 0.9 lik liska. Mana bunaqa riflonga bo'lsa 0.9 bo'ladi. Agar fix bo'lsa 1.2 lik liska bo'ladi-da. Bular 570 mingdan chiqadi. Agar 1.2 lik liska bo'ladigan bo'lsa 620 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanish narxi. Boshlanish narxi. Kravatlarda ham mana har xil ranglardan sepilgan. Kimgadir yashil, kimgadir ko'k, xohlasa. Endi mana bu darvozamiz. Bu darvozalar kraskasi narxiga ta'sir qiladimi yo'qmi? Kraskasi yo'q, biz bir xil turistik kraskadan sepamiz. 2 rama sepiladi bular ya. Endi masalan bir xil darvozalar 3 rama bo'ladi. Sababi mana qora beriladi, ichiga mana fon beriladi. Fon beriladi. 3 xil ham rang ketaveradi-da.
Shunga uch martalab aytaman. sepilib ketaveradi. Hozir 2 xil, 3 xil rang urilyapti endi bitta darvozaga. Rangi nimasiga Ana unga ta'sir qilmaydi. narxiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Bitta rang bo'lsa ham Shunga farqi yo'q. 3 xilga Endi kimdir fonli xohlaydi, kimdir bisko xohlaydi, kimdir skromniy bo'lsin deydi. Ha, u umuman narxiga ta'sir Aloqasi yo'q uni. Mana bu tumbali darvoza, kimdir tumbali darvoza xohlasa. Bunga ham mana yartullaridan quyilgan. Hamma narsasi lazer bilan kesilgan, to'chna joylashgan bu. Buni ham ikki xil varianti bor-da, tushuntiraman. Mana shu narsani, mana shu narsa kimdir qaychi bilan arzonroq nimasi ham bor-da, buni olib keladi, qaychi bilan chiqadi, mobillar valna bo'lib qoladi. Mana bizatki bir xil lazerga kesilgan. kuch tushishi haqiga ham har xil Garantiya kuch tushmaydi. Bunga o'zini germetikalardan qo'yib yopishtiramiz. Kuch chiqmaydi. Bular 850 ming chiqib keladi. Bu ham tumbalik. Va tepasida havo kiradigan joyi. Bu 850 ming bo'lgan bilan buni afzalligi hamma yoq oltiya tut profildan ishlanadi-da. Hamma yoq oltiya tut. Chaspaylar 3 tadan qo'yiladi. Tagi shiveler bo'ladi, mashina kirish uchun. Bemalol. Keyin vibratsiyalargacha qo'yilgan. Disklari 1.2 lik. Endi masalan 50 ming, 100 ming, 150 ming qimmat bo'ladi bir-biridan. Zato qalinligiga ham farq qiladi-da. Buni mana bu dizaynlari bo'lmasa 620 ming so'mga chiqib keladi 1.2 lik diskga. Mana bunaqa narsalar bo'lgani uchun hozir xarajati bo'ladi, bular shu uchun narxi 850 ming so'mga chiqib keladi. Mana kravatlarning narxini aytdim, 2 million so'mga chiqib keladi endi. Mana bu tomonga ham ish jarayoni bu. Jarayoni mana bu darvozamiz 3.5 ga 370 darvoza. 3.5 mana shivelerga bo'lgan. Keyin boya aytganimdek mana oltiya tut profildan ishlangan bular. Bular zavodda profilni tushirganmiz, o'zimiz bitta profillar tushirganmiz. Mana bu darvozamizni 370 bo'lganiga 70i gulxoy bo'ladi, ochilmaydigan qism bo'ladi, 3 metr ochiladi bundan. Bular 650 ming so'mlik varianti bular. 1.2 liskga bo'lgan. Xuddi o'shanday holat bo'ladi. Bularga ham tepasiga ikkita sharner, pastida bitta sharner bo'ladi. Nasib bo'lsa bu tayyor bo'lgandan keyin chutka bo'lib, kraskaga taxlab beriladi-da, fasoni. Keyin manzilimizda ham yana bir eslatib o'taman. Manzilimiz Chorshanba Temirchi qishlog'i. Oldimizga Yusufota to'yxonasi bor. Bu o'ng tarafimizda skori bor. O'shaning o'rtasida joylashgan, yo'lning ustiga. Kelayotgan odam qiynalmaydi, oson. Keladigan odam qiynalmaydi, topish oson bo'ladi. Oldimizga Yusufota to'yxona, bu yog'i skorini oldi. Telefon qilib chaqirsa o'zlaringiz ham borib o'lchaysizlar. Telefon qilsa, avvalo agar telefon qilsa, Telegramda rasmlar ham tashlab beramiz. Rasmlarni ko'rib, birorta rasmlarni tanlab olsa, keyin telefon qilsa boramiz, o'lchaymiz. Zaklad bizaga ko'ngilga borib beriladi, masalan. Kimdir masalan bir kimdir to'lab berishi mumkin, har xil, ular bizda nimasi yo'q. Oldin обязательно zaklad olinadi. Lekin zakladni ishlamaymiz. Zaklad olinmasa bo'lmaydi. Endi hamma har xil odamlar ko'p. Shuning uchun zaklad olinadi, daveriya uchun. Keyin Rossiyada yurganlar akalar, plastik raqamlarimiz bor. Plastikdan tashlab bersalar ham, masalan, zaklad hisobiga yasab beriladi. O'zi hozir 100 ta odam bo'ladigan bo'lsa, 80% o'zi Rossiya bilan olamiz zakasda. Nimaga tashlab beradi? Zakladni oladi, uyga borib o'lchaysizlar. Uylarga borib o'lchab kelamiz. Keyin yasashni boshlanadi. Yasashni boshlayveramiz. Necha kunga tayyor bo'ladi? 15 kunga tayyor bo'ladi bizga. Zaklad olingan kundan boshlanadi. 15 kun ichiga uylarga olib borib o'rnatib beramiz. Chunki bir hafta 10 kun deyilmaydi. Sababi darvoza yasalish jarayoniga bir hafta ketadi, malyarkasi 2-3 kun, 10 kun. Bari ulardan oldin 1-2 kun zakaz berganlar, bu hammasi navbati bilan kelaveradi. 15 kunga uylarga olib borib o'rnatib beriladi. Xo'p, mana kravatimizni jarayoni yasalayotgan. Arkali qilib yasalyapti. Mana gullardan bosiladi. Bu zakaz 12 lik gullar, ha. Bu zakaz asosiga yasalyapti, ha? Yo'q, zakaz asosiga emas, bu reklamaga hozir yasalyapti. Endi zakaz qilsa yasab beraveramiz. 3 ga 2,5 razmerga, mana taglar 6 ga tut, bog'lar 6 stoyka. Endi taxlanyapti-da, gullar, dizaynlar berilib.
qo'yilib. Xo'p, mana bu tomonga Bu tomonga mana sementli baza bor. sement, Armatura, metallar bor, metal, bemalol metal olsa bo'ladi. sotadi. Qora shilanka, Setka. profillar ham bor, bemalol Oldin kelib o'zi bo'ladi. birdan bilinadi. Ishxonamiz. Sizga kunda.